Navoiyda noqonuniy tarzda oltin qazish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bir necha shaxs 2025-yilning yozida Sarmishsoy tog' tizmasidagi yerlarda noqonuniy oltin qazish ishlarini boshlagan. Ular bu yerda sun'iy hovuz va ag'darma maydonlarini tashkil qilib, tarkibida oltin bo'lgan tog' jinslarini to'plash bilan shug'ullangan. Ta'kidlanishicha, o'tgan yilning oktyabr oyida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazib, ularning noqonuniy harakatlarini fosh qilgan. Vazirlik xabarida mazkur shaxslar faoliyati davomida tarkibida 9 kilogramm 928 gram oltin moddasi bo'lgan tog' jinslarini o'zlashtirishga erishgani aytilgan. Ularning umumiy qiymati esa 15 milliard 551 million 219 ming so'mga teng bo'lgani ta'kidlangan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.